Bu safargi xizmatga bizani 10 kishilik qarindosh ulfatga chaqirishdi. Har doimgidek ishimizni birinchi bozor qilishdan boshlaymiz. Do'kondan olishimiz kerak bo'lgan mahsulotlarni Andalusdan xarid qilamiz. Lokatsiyasi tashalgan dachaga mehmonlarimizdan oldin yetib kelib, stol ustiga qo'yiladigan narsalarni tayyorgarligini qilishni boshladik. Ovqatdan oldin qizil baludan shunaqa xalotniy zakuska qilib, dasturxon ustini tayyor qilib qo'ydik. Kechqurungi ovqatga yaqinlarning yig'ilishiga sabab bo'la oladigan zikrli marinaddan jaz bilan qiyma marinovkalarini olgan edim. Ko'mirlarni oldirib, shashliklarimizni chiroyli qilib pishirib, mehmonlarimizga tortiq qildik. Kechqurungi ovqatdan keyin dasturxonlarni ustini yig'ishtirib, saunaga kiradiganlar uchun qo'l meva bilan marakuyali choy qilib berdik. Kunimizning oxirini shunaqa shirinliklar bilan tugatdik. Ertasi kuni vohli turib, mehmonlarimiz uyg'onishligiga dasturxon ustiga qo'yiladigan narsalarni tayyorgarligini boshlab yubordik. Stolimizni tayyor qilib, choy uchun noodatiy narsa bo'lishi uchun tovuq go'shtidan shunaqa durum tayyorlab berdik. Har doim yaxshi dacha bo'lsa, etin deydigan podpischiklarimız uchun shu dachaning nomerini kommentariyaga yozib qo'yaman. Qaytishga bitta yaxshi ovqat bo'lsin deyishganligi uchun cho'ponchaga harakatni boshlab yubordim. Ovqat bilan qo'shib yeyishga baqlajonli sate tayyorlab xizmatimizni tugatdik. Agar sizga ham xizmatimiz ma'qul kelgan bo'lsa, direkt orqali to'liq ma'lumot olishingiz mumkin.